Ho'p, hozir hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahzod. Bugun sizlar bilan oddiy mirda 100 kun hardcore qilib ko'rishga harakat qilaman. Короче, menda bir nechta modlar bor. O'sha o'tirish-turishlardan bilsa bo'ladi. Bo'lmasa hardcore boshlaymiz. Chunki o'yinda biroz bug berishi yo bo'lmasa zapiska xalaqit berishi mumkin. Shuni hisobiga shedalarni o'chirib qo'yish kerak. Xo'p, video davomida animatsiyada modlar bor, bir ikkita qilichlar qo'shilgan. Xullas, normal. Bunda iloji boricha kunni tez o'tkazish kerakmi? Har kun to'g'risini o'ynamaganman oldin. Bir ikki marta o'ynaganman. Bu hozircha videoda birinchisi. Birinchi men o'zimga bir защитный qurol yasab olishim kerak. Xo'p, o'zimni himoya qilish uchun. Vaqt tejash uchun mashqlarni ham tez choplangan qilish kerak, uni mayli. Hozircha shunday aytadi. Asosiysi urun ko'p yemasligimiz kerak, plus och qolmasligimiz kerak. Chunki har damda o'lib qolishi mumkin yoki jon yig'ish sekin bo'lib qolishi mumkin. Shuni hisobiga ovqat bilan ular bilan iloji boricha o'ynashmaslik kerak. Tashi yaqin bormaslik kerak, bir kamon yasab olib turib, keyin bir o'ylab ko'rish mumkin. Hozircha ovqat yig'ib Xo'p, mayli. Hoppa, sap. Mana. Oldin kamonni o'q kerak bizga. Uni yasash uchun tovuq ham kerak bo'ladi. Tovuq shu atrofda yo'qmi? Albatta ko'mir bor ekan. Biroz ko'mir ham yig'ib olish kerak, lekin o'zingiz bilaman sezdim. Xo'p, ularni hech qanaqasiga nima deydi, to'xtatishga yoki boshqa qilmayman. O'zi olovda yonib o'lib ketadi. Ungacha qiynalmasdan kirib ketasan. Hop. Ko'mir. Skeletga e'tibor qaratgan bo'lsanglar, kamon hammasida ham bor emas, ba'zilarida bolta bor. Bu plyusiga ishlaydi, lekin bizga. Chunki uzoqdan turib merganlik qilib otolmaydi, otganda ham bir nima deydi, qochib qolishga imkonimiz bo'ladi. Xo'p. Hozir biz ham o'zimizga nimadir yasab olyapti. Men o'zimga bir tayoq yasab olishim kerak. Uzun tayoq. Xo'p. Buni bunday yasarda adashmasam. Manimcha u narsani qo'shmadim shekilli qo'shmagan. Nabarodga qildim. Bunday qilar ekan. Hozircha shu bo'ladi bizga. Kirka yasaymiz. Shu bitni qildi. Kirka. Tapur. Doim ketay. Xo'sh, bu ikkalasi hozircha ketmas va bu ham kerak emas. Yo'q. Endi qaranglar, bunda nima qiladi? Hoppa. Xullas, normalniy pro
pismaydi-yu, lekin tez harakatlanadi вообще. Kamoldagi ekan. Hozir meni pastga tushsam qanday izimut. Lekin menda temir yo'q. Animasiya ochib turamiz. Qilichli, mana ular skeletli. Mana ko'rdi bittasi. Oy, bittasi emas, o'zi anchasi ko'ribdi. Nima qilamiz, bunday qilamiz, qarshi. Mana shu. Skeletler nima yemayapti? O toshdan chiqolmayapti unda. Опа. Qoch. Просто так. Пиздец. Hop, ani ham ko'rdim. Kamolligi. Bo'ldi. Tak. Hali bir kilometrdan уже o'lib ketishimga sal qoldi lekin. Yo'q. Men eng qizig'i temir topmoqchi edim. Temir ham yo'q. Karavot yasashga. Karavot yasashga yetadi. Ko'k rangli karavot yasaymiz. Hop, jon oz qoldi. Pechga yasamish kerak shu yerda. Hop, masht normalniy o'xshayapti. Hop. Mayli. Tak. Endi ichib yuramiz uchun bu yoqqa to'sib qo'yamiz va pechkamizdan yasaymiz. Bunday. Hop. Bu yoqqa. To'xtat mana. Oldin bularni yo'qotaylik. Keyin qo'yganlar. Tak. Buni. Hop, keyin yana nimani yo'qotmoqchi? Mana yo'q. Hop. Shu bilan menimcha yetadi yo'q. Karavot soqchi nima? Aha. Oldi. Zaxiramiz bor va mana u yerga qoldi mayli. Bu narsa o'zi kerak emasmi? Menga eng kerak narsa hozir kamon va o'q bo'lyapti. Bir qishloq topishim kerak buning uchun. Kamon bo'lsa u yog'ini eplasa bo'ladi-da.
ham botyapti, uxlaveramiz. Birinchi kunimiz o'tdi. To'xta. Portal. O'sha yoqqa boraman xolos. Birinchi kunimiz shunday qilib tugadi. Ikkinchi kun. Hop, ana portalga bormoqchi. Hop, men deyarli yetib keldim. Yo'lda biroz ushlanib qoldim. Va ancha-muncha go'sht yeb qoldim. Tak. Ular go'shtga uncha kerak emas. O'zimga lanib qo'yib bor ekan. Pushti qo'y. Kam yo'q lekin mash. Yo'q, e'tibor qaratgan bo'lsanglar, pushti qo'y uncha-muncha spam bo'lmaydi. O'yinda agar kim bir anaqa pro bir o'ynagan bo'lsa, e'tibor qaratasizlar. Pushti qo'yni topish qiyin. Prям чисто o'zi pushti qo'y spam bo'lishi. Ha, bu narsa kerak emas. Bu narsa kerak emas. Da bo'ldim, boshqa narsa yo'qmi? Aytgancha bu yerda oltin bo'ladi. Obsidian, oltin. Bitta oltin. Normalda kirka yo'q buni olgani. Ey bilya. Mayli. Tak 9. Bu anaqa qilib Yo'q. Bu narsani to'g'risi bilmasdim. Endi ko'ryapman o'zim ham. Shunda hozir ikkinchi bir narsalar ham bor. Redstone va izimrudni qo'shganda qizil izimrud beradi menimcha. Shu qizil izimruddan qancha oltin bo'ladi. Ko'p redstone topish kerak, uncha oldin qishloq topish kerak. Ish ko'p ekan. Hozir men oltinni olmayapman-ku. Redstone yo'qda tursin. Temir yo'q menda, temir. Prям shaxtaga tushib kelsam bo'ladi, no? O'lib qolish ehtimolim 99%. Mayli. Provaga borib kelaman deb shaxta u yoqda ko'rgandim. O'tan. Shu yoqda shaxta bor edi. Endi u yoqqa borib yana bu yoqqa qaytib oltin olib ketish uchun narigi tarafda boya ko'rgan bo'lsangiz skelet bilan creeperlar quvlab ketgan joyda izimrud ham bor edi. Mayli, o'xshaymiz. Mayli. Mana shaxta. Lekin o'ta bitta skelet turibdi. Kallasidan katta narsani ko'tarib olib. Xo'p, bizani plan. Hamda temir bor ekan. Pauza bosib qoldi o'zimiz. Xo'p, bu yoqqa buni tiqib qo'yamiz. Va kirka tayyor. Endi bularga kerak yo'q. Buni yo'q qo'ysa ham bo'laveradi. Uzoqqa ketib qolmaymiz. Bitta защита yasashgan bo'lib qo'ydi. Tayyor. O'ta go'zal. Bu narsa kerak bo'ladi. Xo'p. Buni va buni. 20 ta kamon bor. Va yo'l endi ishiramiz.
effektivность 1 bor ekan, mana shunda yaxshiroq ketishi kerak. Aniq bo'sh olib ketish kerak deb o'ylabdim. Qanchalik tepaga qo'ydim? Uxlaydigan payt. Uxlayveramiz. Yana bitta kunimiz ketdi. Bitta mushuk kerak bizda. Oho. Hop, buni pastroqda qo'ygan yaxshiroq menimcha. Chunki hozir bir voy. Mayli. Ko'pirimiz. Biz mana shu pechga qo'yamiz hozir. Biroz ko'mir yig'ib oldim. Endi buni bu yoqqa. Bo'ldi. Endi bemalol pastga ketaveramiz. Что zaxira ancha-muncha bor. Lava bor ekan. Manda ikkita temir bor. Bu yoqda suv topishib kerak. Chelak yasab olish uchun. Kirib. Temir. Temir bor. Creeper'da pauza qilibdi. Yo'lda suv bor ekan dedim. Ana. Короче, temirni bu yoqqa tashlab ketamiz. Ungacha biz chelak yasab suv olib kelamiz. Bir şey yapmasdık. To'xlaydigan payt bo'lmadi. Yo'q, topamiz. Yo'qda lava bor ekan. O'sha lava qo'rqityapti daman. Nimadir tushib ketadigandek ko'rinyapti. Mayli, ko'ramiz. Tavakkal. Hop. Tükendik bulutlar. Bitti ekan. Ko'prik. Ana. To'ldirib qo'ydim. Tak suv ko'rgandim ha. Almas degan narsa yo'q, gap yo'q. Yo'q ekan. O'rgimchak bor ekan. Almas. Mana almas shuddik. Ajoyib. Kamon otadigan ekan bu. Ehtiyot bo'lamiz. Mayli. Ketdik. Almas qattiq yurgan.
hech qanaqa cheat yo'q, oldindan rejalashtirilgan karta emas. Просто randomly anaqa setdan qildim, lekin to'g'risi. Opa. Pastga tushmoqchi. Mayli, bo'ldi. Tushdim. 5 ta olmos bo'pti. Bundan nima yasorsam bo'lar ekan? Обязательно kirka yasayman. Nima yasayman boshqa? Birinchi uchurtda baribir kirka kerak. Xo'p. Kirkamizni ham yasab oldik. Endi mana bu bilan ataka qilamiz. Kela qotis. Jitil. Nima qilibdi bu yo'q? Masam bilan ushmoqchi pasdimu, nima edi bu? O'zing majbur qilyapsan. Shu yerda ko'zimga almas ko'ringandek bo'ldi. Bu hozir men urishayotgan tayog'im ana toshdan yasalgan. Hali buni kuchaytirgan o'ylayman. Вообще pizza ko'radilar hali. Temirligi bor buni, oltinligini bilmadim-ki. No boshqachalari ham ma'qul. Saqlabdi. Oh my. Karachiblar bilan anaqa qilmagan yaxshi, u almas. Jig'iga tegmagan yaxshi. Zombida piyoda asab qiladi, ana sekin qilib qo'yadi. O'zinglar tushundinglar nima bo'lishini, hozir ataka bo'ladigan satriga. Ana sehrgar bir joylar qichib asab qiladi. Jodugar, u sehrgar emas-ki. Yetmayapti. O, uchtani. Endi qaranglar, bunday qilamiz. Opa. Hal qiladigan maktubat. Qiziqish yoki o'lim, qaysidir bittasini tanlash kerak. Ya borib turib ardini ko'rib kelamiz, yo bo'lmasa sekin qilib qaytamiz. Nima deydi? Siz zo'rg'a yuring deyapsan, ardini yoniga bolalarmi? Qiziq, men o'lib ketdim. Pishganlarni pishib turibdi. Salqin. Go'sht pishib turibdi. Kristal. Oldin temir deb xato qilgan. Yo. Qandaydir xaras g'oyalar menga keladi-da. Sizlar tasavvur qilasiz, xaras. Tushmay qoldim hozir. Qanday o'ldirdi u meni? Yo'q. Realda. Shuncha. 3 kun yurgandim o'zim. Manda shaxta bor ekanman, qatlaga ketganman. Spawn to'g'ri uncha qaramagan. O'zi ancha narsa bor ekan. Hardcore 100 kun emas, 3 kun bo'lgan, tanmas bo'lgan.
Beshta olmazim bor edi ya, bitta kirka ham esagandim ha. Spawn anaqalari ko'p ekan. Kartani yaxshilab olgan hozirda foyda beradi. Spawn o'zida shuncha narsani to'g'risi kirib ko'rmaganman tagiga. Man hozir premyerni yo'qda bo'ldim. Shu tarafda. Mana bundan kirdim. Bu yoqdan kirdim. Shundan kirib to'g'ri. Hop, bo'lgan joyim topmaydi hozir. Ancha boyagi qo'li yaxshilab qarg'adi-yu mani. Bilmasa qanday kemada o'tirgan joyda mani urishim. Boshda mayli tiyib ketdi deb hisoblayotgan. Keyin realni uryapti-da. Hozir shu yo'ldan chiqib ketdim. Mana shu joyda ana. Tushunmadim. Hozir bu o'lganmi yo tirikmi? Qanaqa sport yozma. Ajoyib shu joyda video chiqyapti. Sen tufayli.